Assalomu alaykum. Mehr ko'zda dil xarob bo'lmasin. Nexia 1 legenda deyman. Nexia 1 legendamiz keldi. Farlar ham ishlangan, 4 dona yumshoq balon. 2007-yil ishlab chiqarilgan. Mashina umuman rasxod yo'q. Zanchirlar ishlangan, kraskalar yo'q emas, bor. Mashina ideal holatda turibdi. Pollux varianti. Gentra rollar, monitorlar qo'yilgan. Umuman ideal holatda turibdi mashina. Buning narxi 38 million so'm pul aytamiz. Qatib qolgan bahamiz kelishiladi. Telefon nomerlarini qoldiramiz, telefonlashib kelasizlar. Birdan like bosib o'rasizlar, podpisatsiya tugmasini bosib qo'yasizlar. Podpisatsiya bosmaganmisanlar, motor taraflarini ham tushirib ko'rsataman sizlarga. Motor tarafidan Sonus panjrolar o'ziniki bilan. Ideal holatda turibdi. Chaqnaq yo'q. Shunda ishlangan 2007-yil 185 ming probeg yurgan. Telefon nomerlarini qoldiramiz, telefon etiib kelaverasizlar.